Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada sizi gajırız, Washington'da sözleyimiz. Bir günkü çıkıp kaldık bayram münasebeti bilen vatandaşlarımdan keçirim afı sorayman. Bugünkü leksiyalarımız mındak. Hazırkı öz görüşten aytqanda işçideki Çavuşan Cungu münasebeti de hele başı elçi kelip ketkendiğin keyinki vaziyette şundakla Aksaray'ın Prezident Trump'ның Çavuşan'a qaytayım bar görgüzüş yak Çavuşan'ı qayta teröristler kollu deydigan devletler teşkilatı, devletler Katar'a kirgizgenligi. Elendeki yani bir yan yüzülüş bolup mu Yaponiya soğudu sahasızlıklarının Cungu'nu ziyaret kılışı, Cungu'nun pozisiyasıdaki özgürüş, elendeki nazır bugün tayyarlayanmadık, Hindistan'a boğan yol koyuş, bu mu katı bir gepken, Cungu kısqısı başında yol koyuş, ötkende biz ayttık payçek hukuku 51% hukukun chet el şirketlerine beriş doğrusu Cungu hükümeti başına karar aldı degan sözümü toxtaldık, bu bir yol koyuş, lekin bugün xabarimizning oxirida sizlar diqqat qilgan bir mavzu, aslo aytilmay qilgan bir mavzu. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan savdo siyosati zo'r o'zgarish bo'ldi. Biz birinchi leksiyadan boshlaylik. Hatta bir piyola qaynoq suvmi quyib bermadi. Reis Xi Jinpingning favqulodda elchisi Mrs. so'g'oq muomalaga uchirdi. Mavzuli xabar 11 ayning 20 kuni Vanmeet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Reis Xi Jinping'nin favqulodda elchisi Song Tao Çavuşan'a qaratgan 4 kunlik ziyaretini ahırlaştırıp Beijing'e qaytib geldi. Biroq Jungo matbuotı Song Tao Çavuşan Emgek Partiyasining daim Kim Jong-unni qabul qilishga erishdi degan gap nima? Jungo matbuotı eg'izga olmadi. Matbuotlar tarqatgan Çavuşan amaldorlari bilan Song Tao'ning ko'rish maydonidan qaraganda Çavuşan amaldorlar intayin az. Torbetga chiquvchilar hatto hasratlanib, Song Tao'ning oldiga bir stakan qaynoq suvni quyib qo'ymabdi deyishdi. Jungo matbuotlari bunda xabar qilishdi. Markaziy komitet tashqi munosabatlar aloqa bo'limining boshlig'i Song Tao 11 ayning 17 kunida 20 kunigacha Çavuşan'ni ziyorat qildi. Çavuşan Emgek Partiyasining rahbarlari bilan ko'rishdi, lekin xabarda Song Tao'ning Kim Jong-un bilan ko'rishgan yoki ko'rishmaganligi to'g'risida bir eg'iz gap bo'linmadi. Tahlilchilar tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Atalmish Çavuşan Emgek Partiyasining rahbarlari Emgek Partiyasi siyosiy byurosining a'zosi Song Suylunxay Merkezi Komitetining ma'mur boshlig'i Li Juotang bo'lishi mumkin deyishdi. Faqat ko'rishgan kishilar shular. Jungo Çavuşan matbuotlari bundan burun bunday ko'rsatgan alohida vakil Song Tao Çavuşan'ga yetib borgan avval 2 kunda ayrim oldi. Yuqorqi 2 nafar amaldor bilan ko'rishdi deyilgan. Song Tao Çavuşan ziyaratining keyingi 2 kunida maktab zavod pidai qismlar qabristonligi Jungoning pidai qismlari qabristonligini ziyorat qildi. Aloqador taraflar bilan rasmiy uchrashuv o'rinlashtirilmadi. Arlata Çavuşan matbuotlari alohida vakil Song Tao'ning Çavuşan ziyoratini xabar qilganda 1-2 qizli gap qilib, har qanday bir shaklda to'liq xabar qilishdan o'zini qochirdi. Çavuşan bilan Jungo amaldorlarini dastlabki 2 kun o'tkazgan suhbati to'g'risida hech nima den xabardor emas biz deyildi. Xabar matbuotlar e'lon qilgan suhbatga aloqador suratlardan ko'rdikki, Jungo vakillarining sonidan suhbatga qatnashgan Çavuşan vakillari sonining oz ekanligi oshkor bo'ldi. Suhbatga Jungo tarafdan qatnashganlar 10 nafar. Çavuşan tarafdan 2-3 nafar kishi kam qatnashdi degan so'z. Torbetga chiquvchilar hatto ustal ustiga bir stakan qaynoq suvni quyib qo'ymabdi deyishdi. Demak, Reis Xi Jinping'ning favqulodda vakili Song Tao Çavuşan'ga yetib kelsa, suhbat jarayonida uning oldiga bir stakan qaynoq suv yoki mineral suvni qo'yib qo'ymaganligi bu bir gap. Çavuşan'ni ziyorat qilgan Jungo taraf vakilining so'g'oq muomalaga uchrashini tahlilchilar bunday tahlil qilishdi. Balki Song Tao faqat Markaziy komitetining a'zosi darajasi baktuvan.
Yana başqa halqalıq səbəblər şu ki, Beycan Çavuşanni cəzalaşqa qatnaşqanlığı üçün ehtimal iki tərəfinin münasibətini načarlaş Çavuşan yadro quralları məsələsi də Beycan tərəfinin o ilişiği vaqt yakın makan kaldırmadı. Koriya Merkezi Gazetesi Can Üniversitesi Siyasi Diplomatiya Fakültəsinin profesörü Jin Yang-Suyun təhlildə nəql keltirib bunda görsət. 5 yıl buran 2012 yıllık keyfiyatı bugün keyfiyat tamamen oxşamaydı. O çağda Cumhur Kompartiyası 18. qurultaydan keyin Xalq Vakillər Qurultayının maun başlığı Li Jango Çavuşanni ziyaret qilib dağlıqla qarşı elingan. Əmdi bu qatam aeroportu Cumhurdan kelgan alayda elçini qarşı eliş chiqqan kishilar alayda elçi Sontao bilan qo'l elishganda, salamlashganda belini egmedi yoki tabassum izhor qilmadi. Cumhurga bosh egmaymiz deydigan bir qiyofatni ko'rsatdi. Yani Çavuşan vekilleri biz Cumhur'a baş egmeyimiz deydigan bir qiyofatni ko'rsatdi. Tez xabar. Yani bir xabar. Amerika Çavuşanni yana bir qatim terroristlarni qabul qilg'ich davlatlar qator, qo'llovchi davlatlar qatoriga kirgizdi, kechiringlar. Mavzuli xabar 11 ayning 20 kun Vanvi to'rbiti e'lon qilgan xabar mundaq boshladi. Shu yer vaqt 11 ayning 20 kuni Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Çavuşanni yana bir qatim zo'ravonlarni qo'llovchi davlat qatoriga kirgizganligini chaqadi. Prezident Trump bu ish Çavuşanga texmi zo'r besim ishlatishni maqsad qiladi deb ko'rsatdi. Endi 21 kundan boshlab Amerika Moliya Ministrligining Çavuşanga texmi ko'p embargo siyosati yurgizganligini tilga oldi. O'xshash bir kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillerson Çavuşan bilan yadro suhbati o'tkazishga yanala ümit bad. Teştik sohbeti ötküzüşke yanala ümit bad. Bugün bu toxtalgan xabarimiz yaqında Xi Jinping Çavuşanga avatgan favqulodda vakil Sontavni Çavuşanliklar qanday qarshi oldi degan masala.